Hammaga assalomu alaykum. Tak, hozirgi vaqtda bizlar Titovada, ya'ni orqa tomonimda Titova, bu tomonga ketish Kirpichkada. Bu yerda bitta yangi obyektimizni ko'rsatmoqchiman sizga. Ushbu obyektimiz 12 qavat gazoblokdan qurilyapti. Salkam yo'l ustida. Ya'nida bir qator magazinlar ketyapti hozir bu yerda yo'l ustida. Birinchi qator magazinlarning orqasida shu Novostroyka uy. Ko'chaning ustidan bir 10-15 metr ichkariga kirasida bor-ku uygacha. Xo'p, ushbu obyektimiz 12 qavatli bo'ladi, gazoblokdan quriladi. Har bitta podyezdlarda ikkitadan liftlari bor va birinchi qavatlari magazin hamda podzemniy parkovочный joylari bor. Umumiy hisobda 250 ta avtomobil sig'adigan parkovочный mesha joylari mavjud obyektda o'zida. Umumiy hisobda 4 ta blokdan iborat, ya'ni 4 ta podyezddan, har bitta podyezdda 6 tadan xonadonlar bo'ladi va 73 metr kvadratlikdan boshlanadi to 128 metr kvadratgacha. O'sha kvadratga qarab, xonadonga qarab yana bo'lib beramiz, qaysi biri ma'qul bo'lsa agar. Xo'p, bu xonadonlarni 1 metr kvadrati necha bilan boshlanadi? Ochig'ini aytganda, dangalini aytay birdan. Xo'p, asosan boshlang'ich to'lovga qarab, narx-navosi o'zgaradi. O'zi 11 million so'mdan boshlanadi to 13 million so'mgacha. Boshlang'ich to'lov qavatiga qarab, shunga qarab taqsimlanib ketaveradi. Qancha baland qavatdan olsangiz, shuncha arzon, har doimgidek, qancha pastdan olsangiz, shuncha qimmat. Xo'p, bo'lib to'lashi 18 oydan to 24 oygacha. Ya'nida uje 24 oylikni kvadrat metr narxi boshqacha va 18 oylikniki uje boshqacha. Xo'p, agar shahar qoq markazidan yaxshi uy, aniq joy, yo'l usti, afsuslanmaydigan variant kerak bo'lsa, pulga ham qaramayman desangiz, agar marhamat shuni olsangiz bo'ladi. Xo'p, nima qilishni bilasiz? Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada batafsil ma'lumotga ega bo'ling.